Sulton Tekish o'g'li Yunusxonni Hamadonda qoldirgandan so'ng Ray Shofiylar boshlig'i Sadriddin Muhammad Vazzanni qozi qilib tayinladi va tekshirish uchun Isfahon tomon yo'l oldi. Sulton Tekish bir muddat Isfahonda qoldi. Nabirasi Erbosxonni Isfahon hokimi, Amir Yabg'u Sipohsolar Somoni esa uning otabeki etib tayinlandi. Bu orada Yunusxon ko'zlaridan kasallanib qoldi va ishlarni boshqaradigan holatda emasdi. Shu sababli Zanjonga kelganida Otabek Jahon Pahlavonning o'g'li Abu Bakr ixtiyoriga topshirishga qaror qildi. Tekish unga yozadi: "Biz o'g'limiz Abu Bakrga salomlar yo'llaymiz va uning sog'lig'i va ahvolini so'raymiz. U Xorazmda bizning zarur ishlarimiz ko'pligini bilsa kerak. Biz Hamadonni o'g'limiz g'amxo'rligiga qoldirishni zarur deb hisoblaymiz. U bunda hukm yuritishi kerak." Biroq Otabek Abu Bakr Gurjiston chegarasidagi ishlar bilan bandligini bahona qilib, Xorazmshoh huzuriga kelishdan bosh tortdi va o'z o'rniga ukasi O'zbekni yubordi. O'zbek Sulton Tekish huzuriga keldi. Sulton Tekish uni izzat-hurmat bilan qabul qildi va Iroq Ajamni boshqarishni topshirdi. O'zbekning ish boshqaruvchisi, mudabbiri etib Jamoliddin Abo tayinlandi. Sulton Tekish 1196-yil oxirida avvalroq tilga olingan Sirdaryo voqealari tufayli Xorazmga qaytishga majbur bo'ldi. Xorazmga yetib kelgach, Xuroson viloyatining farmonini Nosiruddin Malikshoh nomiga yozib, unga yubordi. Marv tarafdagi ob-havo senga to'g'ri kelmaydi deb xabar berdi. Biroq u shunchalik arslon ovini yaxshi ko'rar ediki, yana bir bor o'sha hududga bordi. O'sha viloyatda betob bo'lib, Nishopur tomon yo'l oldi. Bu safar davomida uning kasalligi kuchaydi. O'sha dard tanasini yengdi va uni oxirat safariga jo'natdi. Sulton Tekish nihoyatda g'amgin bo'lib yig'ladi. Malikshohning o'g'li Hinduxon atrofida bir guruhning shakllanishi va ba'zi shubhalarni uyg'otgani tufayli Sulton Tekish vazir Nizomul Mulk Sadriddin Mas'udni Nishopurga yubordi. Nishopurga yetib kelgan vazir Xuroson ishlarini tartibga soldi. Vujudga kelgan qo'poruvchilik oqimlarini bartaraf etdi va zarur choralarni ko'rdi. Bu orada Hinduxon markazga yuborilishi kerak edi. Vazirning orqasidan kelib, Xuroson ishlarini o'z qo'liga olgan yangi valiahd Qutbiddin Muhammad Nizomul Mulk Mas'ud o'z zimmasiga olgan ishlar bilan munosib shug'ullana boshladi. Bu orada Qayir Bukuxon bilan jiyani Alp Direk o'rtasida kelishmovchilik yuz berdi. Shundan so'ng Alp Direk o'z qo'mondonligi ostidagi kuchlar bilan Xorazmshohlardan yordam so'rash uchun sig'inoqdan chiqib, Jandga yo'l oldi. Sulton Tekish Iroq Ajamda avvalroq bayon qilingan muhim voqealar tufayli bu hodisa bilan yaqindan shug'ullanish imkoniga ega bo'lmagandi. Alp Direk Jandga yetib kelgach, Sulton Tekishga maktub yo'llab, agar unga yordam ko'rsatilsa, Qayir Bukuxonni yo'q qilib, uning tasarrufidagi yerlarni unga topshirishini bildirdi. Sulton Tekish Nishopur hokimligi va butun Xuroson ishlar boshqaruvini topshirgan o'g'li Qutbiddin Muhammadni darhol markazga chaqirdi. Sulton Tekish Qutbiddin Muhammadni o'zi bilan olib Sirdaryo tomon yo'l oldi.
Jandga yaqinlashganda Sulton Tekish Qutbiddin Muhammadni oldinga yubordi. Qutbiddin Muhammad Alp Direk bilan birlashdi va o'sha paytda Jandga hujum qilayotgan Qayr Bukuxon ustiga yurish qildilar. Jang yakunida Qayr Bukuxon mag'lubiyatga uchradi. Qayr Bukuxon o'zining barcha yirik lashkarboshlari bilan birga ta'qib qilib kelayotgan Qutbiddin Muhammad tomonidan qo'lga olinib, sulton huzuriga olib kelindi. Sulton Tekish xursand va mamnun holda saltanat markaziga qaytdi. Hamadon ishlarini boshqarishga tayinlangan O'zbek kelishidan oldin Amir Izzuddin Sotmas uning o'rnini vaqtincha egallab turgandi. Otabek Jahon Pahlavonning mamluklari Iroqning ba'zi amirlari bilan til biriktirib, Xorazmshohga qarshi kurashga bel bog'ladi. Bu ittifoqning boshida mamluk amir Izzaddin Go'kchi turardi. Ular Go'kchi atrofida to'planib, talon-taroj va zo'ravonlikka kirishdilar va Hamadonni birinchi nishon qilib oldilar. Ular misli ko'rilmagan shafqatsizlik va adolatsizlik bilan hamma joyni ostin ustun qildilar. Izzuddin Sotmas O'zbekning roziligi bilan ularning ustiga yurish qilib, hammasini viloyatdan quvib chiqardi. Ray tomonga chekingan Go'kchi va uning tarafdorlari Rayni egallab Isfahonga yo'l oldilar. U yerdagi Xorazmshohlar bo'linmasini quvib chiqarmoqchi edilar. Biroq shaharga yaqin kelganida, u yerda ilgari Sulton Tekish kelganida unga bo'ysungan Xalifa An-Nosirning lashkar boshchisi Sayfiddin To'g'rul va uning askarlari borligini bildilar. Go'kchi Bag'dod hukumatiga xizmat qilish istagini bildirdi. Go'kchi bilan To'g'rul birgalikda harakat qilishga shartlashib, u yerdagi Xorazmshohlar bo'linmasini quvib ta'qib qila boshladilar. Tebesgacha ta'qib qilgach, orqaga qaytdilar. Go'kchi Xalifa An-Nosirga o'z elchilari orqali Isfahon, Hamadon, Zanjon va Qazvinni xalifaga tegishli bo'lishi, biroq Ray butun viloyati bilan Saveh, Sova, Qum, Kashon va Mazdaqon Iroq Ajamni bo'lib olishni taklif qildi. Tabiiyki, bu xalifa tomonidan mamnuniyat bilan qabul qilindi. Xalifa Go'kchiga yuqorida nomlari keltirilgan yerlar uniki ekanligini tasdiqlovchi manshur yubordi. Unga bir shart qo'yilgandi. Bu shartga binoan o'sha viloyatlar rasman Go'kchiga qarashli bo'lsa ham, undan olingan soliqlar xalifa xazinasiga tushadi. Boshqa tomondan xalifa An-Nosir fursatdan foydalanib, Go'kchi bilan kurasha olmayotgan O'zbekni o'ziga bo'ysundirish, hech bo'lmaganda uni minnatdor holatga keltirish orqali itoat qildirishga harakat qildi. Go'kchi Ray bilan Isfahon oralig'ida kezib yurgan paytlarda O'zbek Hamadondagi ahvolini yaxshilagandek bo'ldi. Sulton Tekish tomonidan uning ish boshqaruvchisi, mudabbiri o'laroq tayinlangan Jamoliddin Oyabo tufayli holat barqarorlashdi. 1197-yil fevral oyida Nuriddin Qoraning o'g'illari hamda Jamoliddin Oyaboning kuyovlari kuchlari birlashib, holatni ancha mustahkamlab qo'ygan edilar. Hamadon voqealarini shubhasiz yaqindan kuzatib turgan xalifa aynan shu paytda Quddusdagi iqtosidan mahrum bo'lib, Bag'dodga kelgan Misr amirlaridan Abul Hayjo ehtimol yangi iqtolar va'da qilgan holda xalifa lashkarlarining boshida Hamadonga yubordi. Berilgan buyruq aftidan o'sha hududdagi odamlarga muammo tug'dirayotgan guruhlarni bostirish edi. Ibn Asirning yozishicha, Bag'dod bilan Hamadon o'rtasida bu masalada maktub almashuvi, yozishmalar ham bo'lgan.
Biroq Abulhayjo Hamadonga kelishi bilan birinchi navbatda o'zbek va yuqorida tilga olingan hech narsadan xabari bo'lmagan kishilarni osonlik bilan qo'lga oldi. Ravondiyning yozishicha 1197-yil 29-aprelda ular o'rtasida bo'lib o'tgan shiddatli jangda iroqliklar og'ir ahvolga tushib qolgan. O'zbek esa qal'adan panoh topgan. Bu safar xalifa yuborgan maktubda Abulhayjoning harakatini ma'qullamasligini, Malik O'zbekni o'z lavozimiga qaytarilishi kerakligini bildirgan. Jamoliddin Aboning Bag'dodliklarga ishonib bo'lmaydi deganidan keyin O'zbek Ozarbayjondagi Otabek Abu Bakr yoniga ketdi. Hamadonda bu voqealar sodir bo'layotgan bir paytda Xorazmshoh amiri Mayochuq botiniylarga qarshi yurish qilib, hiyla bilan qo'lga kiritilgan yetakchilarini va tarafdorlarning katta qismini o'ldirish orqali Iroq ajamda ularga katta zarba bergandi. Mayochuq Go'kcha va xalifa qo'shinlariga qarshi kurashni boshladi va Hamadon tomon harakatlandi. Bu yerda u Abulhayjo va Amir Olam bilan to'qnash keldi. Mayochuq 2 kunlik jangdan keyin ularni qochishga majbur qildi. Bu orada Go'kcha va uning do'stlari Mayochuq qarorgohi bo'lgan Rayga yetib kelib, uning tarafdorlarini qirg'in qildilar. Biroq bular hech qanday moddiy foyda qo'lga kirita olmadilar. Chunki xazina Mayochuqning yonida edi. Mayochuqning Rayga kelishi ortidan bu hujumkor amirlar orqaga chekinishga majbur bo'lishdi. Abulhayjo Bag'dodga qayta olmadi. Arbilga ketayotgan paytida vafot etdi. O'zbek Abulhayjo hujumidan keyin yordam so'rash uchun borgan Ozarbayjondan 1197-yil iyun oyida akasining bir necha qo'mondonlari bilan Hamadonga qaytib keldi. Kanalimiz rivoji uchun o'z hissangizni qo'shing. Videolarimiz sifatli, tez va doimiy qo'yib borilishi uchun homiylik qilish orqali bizni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlang.